ikkita tuqqanman yoki uchta tuqqanman, endi homiladorman. Bu safar shu oxirgisida kesir qildirib turib, birato'la ijiki qildirib yuborsam bo'ladimi degan ma'noda ham savollar ko'p uchrab turadi. Va tabiiyki bu savollarga men doimo yo'q deb javob beraman. Sababi ijiki qilish zarurati bu kesirga ko'rsatma emas. Ya'ni ijiki qilish uchun kesir qilinmaydi. Sababi kesir bu katta operatsiya. Qorin ochiladi, qorin oltevor ochiladi, ochilganda ham katta chandiq bilan ochiladi, katta yara bilan ochiladi va bachadon kesib ochiladi. Bunda juda ko'p qon ketishi mumkin. Ijika deganimiz bu kichkinagina operatsiya. Bir dona cho'q tushadi, kichkinagina operatsiya qilinadi. Shuning uchun bu kichkina narsani qilaman deb katta operatsiya qilish kerak emas. O'zingiz tabiiy tug'ruq yo'llari orqali bemalol tug'urasiz. Tuqqaningizdan keyin undan keyin ijika qilinaveradi. 15 minut. Ba'zan shunaqa bo'ladi, 5 minutda ham tugatish mumkin buni. Buning uchun katta operatsiya qilib, bir hafta 10 kun yotish kerak. Undan keyin yana hali doimiy hayotga qaytgungacha 5-6 oy vaqt o'tib ketib qoladi. Undan qilish kerak emas. Yana qandaydir shunaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, profilni kuzatib boringlar, sharhlarda qoldiringlar. Sharhlarda qoldirsalaring, ko'rib chiqib, zarur bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa video tayyorlash zarurati bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga video tayyorlab tushuntirib boraman.